Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli tinglovchilar. FM 101.6 radio to'lqinlarida Navoiy viloyati radiosi jamoasi bugun ham xonadoningizga g'oyibona mehmonmiz. Bundan ko'nglimiz shod. Ulug' allomalardan biri Rudaki komil inson haqida gap ketganda quyidagi satrlarni bitgan edi. 4 narsani berdi menga: oqillarcha o'ylamoq, tansihatlik, yaxshi odat, yaxshi nom, yaxshi fikr. Tangri kimga qilgan bo'lsa bu 4 narsani nasib, mangu shodlik bilan yashab, g'am yemasa ham arzir. Albatta, tanasi sog'lom inson har doim mehnat qilishga kuch topadi. Yaxshi odatlar esa bizni o'z qalbimiz va atrofdagilarga yaqinlashtiradi. Yaxshi nom yashashning asl mazmuni. Yaxshi fikr esa hayotda ko'pdan ko'p ibratli amallar egasiga aylantiradi bizni. Ana shu 4 gavhar sizu bizda mujassam bo'lishini tilab, bugungi dasturimizni boshlab ekanmiz. To'lqinlar uzra biz bilan qoling deymiz. Eng so'nggi voqea, hodisalar tafsiloti, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy yangiliklar, viloyat yangiliklari informatsion dasturida. Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid xabarlarning qisqacha tafsiloti viloyat yangiliklari informatsion dasturida. G'ozg'on shahridagi 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik madaniyatni oshirishga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Unda muassasa tarbiyalanuvchilariga tushunarli tarzda ekologiyani asrash, tabiat va undagi jonivorlarga nisbatan mehribon bo'lish, atrof-muhit ozodaligiga hissa qo'shish haqida suhbat olib borildi. Bolajonlar bilan savol-javoblarda suvni iflos va isrof qilmaslik, daraxtlar, qushlar va boshqa uy hayvonlariga nisbatan munosabatlar haqida to'xtalib o'tildi. Obidjon G'afforov, O'zbekiston ekologik partiyasi G'ozg'on shahar kengashi raisi. Tadbir davomida bolajonlarga ekologiya tushunchasi sodda va tushunarli misollar orqali tushuntirildi. Tabiatni asrash, daraxtlarning inson hayoti va salomatligini, o'rni, havoning musaffoligi, suvni tejash, gul va nihollarni parvarish qilishning ahamiyati haqida qiziqarli suhbatlar olib borildi. Tarbiyalanuvchilar ham faol ishtirok etib, tabiatni asrash borasidagi o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ular daraxt ekishning foydasi, qushlar va hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, atrof muhitni ozoda saqlash hamda suvni isrof qilmaslik haqida o'zlariga bilgan tushunchalarni bayon etdilar. Ayniqsa bolajonlarning ekologik mavzularga qiziqishi va tabiatga mehr bilan munosabat bildirayotganini barchada iliq taassurot qoldirdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ekologik tarbiyani aynan maktabgacha yoshdan boshlash kelajakda tabiatga mas'uliyat bilan qaraydigan avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi targ'ibot uchrashuvlari bolajonlar ongida ekologik madaniyat haqida tushunchalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Navoiy davlat korxonasida korrupsiyaviy va kiber jinoyatlarning oldini olish hamda ularga qarshi kurashish, shuningdek, odob axloq qoidalariga rioya etish mavzusiga oid o'quv seminari o'tkazildi. Tadbirda so'z olganlar korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish mexanizmlari, javobgarlik masalalari hamda kiber jinoyatlarning eng ko'p uchraydigan turlari haqida atroflicha ma'lumot berildi. Shuningdek, onlayn firibgarlikdan himoyalanish, shaxsiy ma'lumotlar va bank kartalari xavfsizligini ta'minlash, ijtimoiy tarmoqlarda ehtiyotkorlikka rioya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etildi. Alisher Mustafayev, Navoiy davlat korxonasi kompleks xizmati boshlig'i. Seminar dasturlarida Navoiy ixtisoslashtirilgan prokurori, adliya boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xodimlar bilan o'tkazilgan muloqotlar, jonli muloqotlar o'tkazilib, ishchi xodimlar o'rtasida katta taassurotga ega bo'ldi. Bundan tashqari, huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlariga korxona ishchi xodimlari tomonidan o'zini qiziqtiruvchi savollar bilan murojaat etishib, savollariga javoblar olishdi. Bu yo'nalishdagi, ya'ni targ'ibot ishlarini amalga oshirishimizda qo'yilgan dasturlarimizdan biri hisoblanadi. Bunday dasturlar bosh direktorimiz tomonidan dasturimiz tasdiqlanib, dasturlar ijroga qaratilgan. Har bir amalga oshiriladigan ishlar har haftada bosh direktor huzurida muhokama etilib, kelgusi chora-tadbirlar belgilab berilmoqda. Bu yo'nalishdagi ishlar bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar yanada jadallashtirish amalga oshiriladi. Tadbirda ishtirokchilar e'tiboriga kiber xavfsizlikni targ'ib etuvchi videorolik namoyish etildi. Seminarda yangi qabul qilingan korrupsiyaga qarshi qonunchilik hujjatlari, kompleks tizimining vakolatlari va tashkilotlarda ochiqlik hamda shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar xususida ham tushuntirishlar berildi.
Prezidentimizning joriy yil 24-iyundagi saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori asosida onkologik xastaliklarga qarshi kurashishning asosiy maqsadlari belgilandi. Ushbu maqsadlardan kelib chiqib, avvalo aholi o'rtasida ko'p uchrayotgan 6 turdagi saraton kasalliklari bo'yicha tibbiy tekshiruvlar olib boriladi. Qarorga muvofiq mazkur kasalliklarni birinchi va ikkinchi bosqichda aniqlash 30% dan 40% gacha yetkaziladi. Bu esa kasallik tufayli o'lim holati kamayishi va umr ko'rish uzayishiga yordam beradi, deydi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi direktori o'rinbosari Dilshod Egamberdiyev shu haqida batafsil to'xtalar ekan. Prezidentimizni qarori bilan O'zbekistonni saratonga qarshi kurashish milliy dasturi qabul qilindi. Dasturning asosiy maqsadi saraton bo'lmasdan oldini olishdan boshlab erta aniqlash, tashxislashni yaxshilash, davolashni yaxshilash va palliativ yordam kanser registrigacha bo'lgan butun saratonga qarshi kurashish yo'lini qamrab olgan. Bunda ko'p yangiliklar xalqimizga birinchi marta joriy qilinadi. Profilaktika bo'yicha, ya'ni hali saraton bo'lmasdan oldin dasturlarimiz bor, saratonni erta aniqlash dasturlarimiz bor va tashxislash va davolashni ham nafaqat Toshkentda, respublika markazida, viloyatlarda ham zamonaviy tashxislash, davolash usullarini xalqaro MDT deymiz, multidisciplinary team u bilan birgalikda joriy qilinmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, mazkur qarorda belgilangan vazifalar 2027-yil 1-yanvardan boshlab saratonga qarshi kurashish milliy dasturi hududlarida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Galdagi xabarimiz iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga oid. Zarafshon shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Nazira Yusupova shahar markazida joylashgan maishiy texnikalar savdo majmuasidan tegishli rusumdagi muzlatgichni muddatli to'lov asosida xarid qilgan edi. Ammo yangi muzlatgichning muzlatish tizimida nosozlik mavjudligi ma'lum bo'ladi. Fuqaro muzlatgichni yangisiga almashtirib berilishida amaliy yordam so'rab, Raqobat qo'mitasiga murojaat yo'llaydi. Mazkur murojaatni o'rganish yuzasidan Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Navoiy viloyati hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi Ahror Azimov qisqacha ma'lumot berdi. Mazkur murojaat Raqobat qo'mitasining Navoiy viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqildi va natijada xizmat ko'rsatuvchiga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun talablari tushuntirilgandan so'ng Dareto Invest Team mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan fuqaro Yusupovaga nosoz muzlatgich xuddi shu markadagi yangi muzlatgichga almashtirib berilishi ta'minlandi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga asosan nuqsonli tovar sotilganda iste'molchiga agar bu hol shartnoma tuzish paytida aytib o'tilmagan bo'lsa, tovarni ayni shunday markadagi tovarga almashtirib berish, tovarni boshqa markadagi shunday tovarga almashtirib uning xarid narxiga tegishincha qayta hisob-kitob qilish, tovarning nuqsonlarini bepul bartaraf etish yoki iste'molchining yoxud uchinchi shaxsning nuqsonlarini bartaraf etishga qilgan xarajatlarini qoplash, xarid narxini nuqsonga mutanosib ravishda kamaytirish, shartnomani bekor qilib, ko'rilgan zararni qoplashga yoki o'shani talab qilishga haqli ekanligi belgilangan. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, O'zbekiston Respublikasi